Voy do'stlar, mana buni qaranglar, 300 ming dollarlik Lamborghini'ni oldi turib, hayajonlanib qo'llar qaltirayapti. Do'stxon, Lamborghini. Mana buni ko'ringlar mana. Lamborghini. Voy, mashalloh do'stlar, qaranglar. 300 ming dollarlik mashina, 5 milliardlik mashina. Endi qaranglar do'stlar, 300 ming dollarlik mashinaning hayoti 10 ming dollarlik mashinaning qo'lida turibdi. Hech narsa emas, bir kun erishamiz bizdan do'stlar. Harakat qilsak, birovni ko'rolmaslik qilmasak, hasad qilmasak, Alloh bizga ham beradi. Buni egasi odam, buni ham barmoqlari bor, ko'zi bor ikkita, buni egasini ham. Siz anglash kerak do'stlar, mana ko'ringlar mana. Voy, nasib qilsin. Ko'ringlar. Olamizmi Lamborghini'dan? Do'stlar, mana shu videoni ko'rib turgan hammaga nasib qilsin Lamborghini minish. Men hayotda ko'rdim, va nihoyat. Xullas do'stlar, bu narsalar Alloh uchun hech narsa emas. Duo qilsak Alloh beradi.